Matizlar ham tekinga bo'lib ketdi. Bitta like bosib qo'ying, narxini eshitib shokka tushib borasizlar. 2007-yil Matiz Mix mashinasini biz sizlar uchun egalari bilan rosa tortishib turib, bitta like bosing tashaytiga. 2100 ga tushirib qo'ydik. Egalar nomerlar Telegram kanalida o'tib olib, baraka qilib olaverasizlar. Sizga albatta bu mashina yoqadi. Qulaydan so'raganlar uchun chikaman, rosa bosib yuboradigan joyi. Bitta like bosing. Hali ham like bosmadingiz, siz uchun harakat qilib. 2100 ga Matiz Mix tashlab qo'ydik. Yaxshisidan maza qilib olib tirikchilik qilsa bo'ladi. Mashinamiz o'rta holatda bo'lib turibdi. Yili ham yomon emas. 2007 oqidan so'raganlar uchun, taksi qilib ishlayman deganlar uchun 2007si. Chexol, ko'riklari bor. Probegi ko'p emas, lekin 330 ming probegida mashinani proverka qilib, tekshirib ko'rib olaverasizlar. Gazlarigacha ustunovka qilib qo'yishgan, lekin probegi gap yo'q. 330 ming probegida bunaqa mashinani pechatlab qo'yishdi. Bitta like bosing shetiga. Pechatlab qo'yishgan gap yo'q lekin. Tayyor mashina olasiz, minasiz. Luboydagi bo'ladi. Temir gazlarga ustunovka qilishgan. Balon holatlari ham o'rta holatda o'tiribdi. Kraskasi shu yuzakiga asijit bor ekan. Motor hadovi yaxshi holatda. Texnik rasxod yo'q. Albatta nomerlar Telegram kanalida o'tib olib, baraka qilib olaverasizlar. Eng arzon Namangan kanalidan uzoqlashmang. Arzonlari oldinda bo'ladi.